go'shtli har xil tansiq taomlarni yegiz keladi, lekin tayyorlashga vaqtingiz bo'lmasa, unda bu video aynan siz uchun. Videoni ko'rishdan oldin bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang. 2 kilo mol go'shtini lahm joyini xuddi shunaqa to'g'rab olamiz. Piyozni ham xuddi shunaqa to'g'rab, misolovkadan chiqarishga tayyorlab olamiz. So'ng xuddi shunaqa ko'rsatilgandek qilib 4 taga bo'lib olamiz. Men bu massadan 4 xil yeguli tayyorlamoqchiman. Birinchisi kotlet, ikkinchisi tuxum dumaloq, uchinchisi esa sho'rva uchun tiftel, to'rtinchisi esa kattaroq qovurma tiftel. Kotlet uchun nonni sutga bo'ktirib olib, qirishdan chiqarilgan sabzini solib, so'ng har biriga bittadan tuxum solamiz. Tiftel uchun esa guruch solamiz. Albatta ovqatga o'zgacha ta'm beradigan ziravorlarni qo'shishni ham unutmanglar. Men har doimgidek Spice Expert ziravorlaridan foydalandim. To'liq tayyorlanishi va retseptini video tagidan topasizlar. Hammasini yaxshilab aralashtirib, kuch bilan mushlab olamiz. Endi ketma-ketlikda ishlov berishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kotletni xuddi shunaqa ko'rinishda yasab oldim. Kuch bilan yaxshilab qattiq bosib ishlov bermasanglar, qovurish jarayonida ochilib ketishi mumkin. Ikkinchisining orasiga esa qayntilgan tuxum solib, yaxshilab dumaloq shaklda yoki o'zingiz xohlagan shaklingizda o'rab olishingiz mumkin. Keyingisiga esa hech narsa solmasdan orasiga shunday katta ko'rinishda dumaloq qilib oldim. Keyingisi, ya'ni oxirgisini esa mayda kichkina ko'rinishda dumaloq qilib oldim. Bu sho'rva uchun. Shu ko'rinishda hammasini lesga ketma-ket terib, muzxonaga qo'yib qo'ysangiz ancha vaqtingiz tejaladi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?